Bugun men 60 yoshdan oshgan pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 25 oktyabrdan boshlab pensionerlarga qandaydir taqiq joriy qilinishi haqida tarqalgan xabarlar. Bu xabarlar o'rtada nima borligi, kimlar xavotir olishi kerakligi va kimlar bunday gaplarga ishonib vahimaga tushmasligi kerakligi haqida ketadi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz, pensiya olayotgan yaqinimiz bor. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va ijtimoiy masalalarda kech qolish odamga pul, vaqt va asab yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Men bugun masalani oddiy tilda, hujjatlar, amaliy holatlar va hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Eng muhimi, taqiq degan so'z nimani anglatadi? U hamma pensionerlarga birdek tegishlimi? 60 yoshdan oshgan odamlar qaysi holatlarda muammoga duch kelishi mumkin? Qaysi holatlarda esa umuman xotirga o'rin yo'q, shularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Avvalo, men bir narsa aniq aytib qo'yaman. Pensionerlarga oid har qanday yangilikni eshitganda eng birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Bu rasmiy hujjat bilan tasdiqlanganmi yoki yo'qmi? Chunki odamlar orasida bo'yin tekish oktyabrdan 6 yoshdan oshganlarga taqiq. Pensionerlar endi buni qila olmaydi. Pensiya to'xtatiladi. Bank kartasi bloklanadi. Ishlash taqiqlanadi. Kabi juda keskin gaplar tez tarqaladi. Lekin bunday gaplarning hammasi ham qonun emas. Qonun bo'lish uchun rasmiy qaror, farmon, nizom yoki vakolatli organ izohi bo'lishi kerak. Oldin qanday edi? Oldin pensioner odam o'z pensiyasini belgilangan tartibda olardi agar ishlasa. Ayrim holatlarda pensiya hisob-kitobiga ta'sir qiladigan jihatlar bo'lishi mumkin edi. Lekin pensioner bo'lgani uchun odamning kundalik hayotdagi asosiy huquqlari bekor qilinmas edi. Ya'ni 60 yoshdan oshgan odam do'konga borishi, bankdan pul olishi, kartadan foydalanishi, shifoxonaga murojaat qilishi, transportdan foydalanishi, mulkini sotishi yoki ijaraga berishi, o'z nomiga hujjat rasmiylashtirishi mumkin edi. Bular odamning yoshiga qarab avtomatik taqiqlanadigan huquqlar emas. Endi nima o'zgardi degan savol tug'iladi. Odatda bunday vahimali xabarlar 3 ta holatdan kelib chiqadi. Birinchisi, ayrim xizmatlarda xavfsizlik talablari kuchayadi. Masalan, banklarda shaxsni tasdiqlash, karta egasini aniqlash, shubhali operatsiyalarni tekshirish kuchayishi mumkin. Ikkinchisi, ijtimoiy to'lovlarni tekshirish tartibi o'zgarishi mumkin. Masalan, pensioner chet elda uzoq muddat bo'lsa, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar yangilanmasa yoki hisob raqamida muammo bo'lsa, to'lov vaqtincha aniqlashtirishga tushishi mumkin. Uchinchisi, firibgarlar rasmiy yangiliklarni noto'g'ri talqin qilib odamlarni qo'rqitadi. Taqiq bo'ldi. Tezda pulingizni yechib oling, hujjatingizni menga yuboring. Kartangiz blok bo'lmasligi uchun kodni ayting degan gaplar aynan shunday tuzoqlardan. Men shuni ta'kidlayman. 60 yoshdan oshgan odamning pensiya olishi yoki huquqlaridan foydalanishi faqat aniq qonuniy asos bo'lgandagina cheklanishi mumkin. Oddiy xabar, ijtimoiy tarmoqdagi video, noma'lum kanal yoki telefon orqali aytilgan gap huquqiy kuchga ega emas. Birinchi asosiy qism, kim bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, endi eng muhim qismga o'tamiz. Kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerak? Birinchi navbatda pensiyasini bank kartasi orqali oladigan pensionerlar. Bugungi kunda ko'pchilik nafaqasini karta orqali oladi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari bank bazasida eski bo'lsa, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa yoki pensioner kartasini farzandi, qarindoshi, qo'shnisi ishlatayotgan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Bu pensionerga taqiq degani emas, bu xavfsizlik va shaxsni tasdiqlash masalasi. Masalan, 63 yoshli ayol har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi deylik. U pensiya kartasini o'g'liga berib qo'ygan. O'g'li esa shu karta orqali do'konda to'lov qiladi, pul yechadi. Ba'zan onlayn xarid qiladi. Bank tizimi bunday harakatlarni shubhali deb ko'rishi mumkin. Ayniqsa katta summa bir kunda bir necha marta o'tkazilsa. Natijada karta vaqtincha bloklanishi mumkin. Odamlar buni 60 yoshdan oshganlarga taqiq boshlandi deb tushunadi. Aslida esa muammo karta egasi bilan kartadan foydalanuvchi bir odam emasligida bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh. Chet elga chiqqan yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumotlari aniq bo'lmagan pensionerlar. Masalan, 37 yoshli erkak bir necha oyga farzandlariga boshqa davlatga ketgan bo'lsa, ayrim holatlarda ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar aniqlashtirilishi mumkin.
Bu ham har doim pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin davlat organlari odam haqiqatan ham pensiya olish huquqiga ega ekanini, u tirikligini, hujjatlari to'g'riligini, hisob raqami faol ekanini tekshirishi mumkin. Ayrim mamlakatlarda bunday holatlarda hayotlikni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Shuning uchun uzoqda yurgan pensioner yaqinlari bilan aloqada bo'lib, hujjatlarni tartibda saqlashi kerak. 3-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar 6 yoshdan keyin ishlash taqiqlanadi degan gapdan qo'rqadi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Yoshning o'zi odamni mehnat qilish huquqidan mahrum qilmaydi. Pensioner ishlashi mumkin, lekin ish joyi, shartnoma, soliq, ijtimoiy to'lov, pensiya turi kabi masalalar qonuniy bo'lishi kerak. Masalan, 61 yoshli ustoz maktabda dars bersa, u mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan bo'lsa, bu taqiq emas. 35 yoshli buxgalter kichik korxonada ishlasa, u ham shartnoma asosida daromad olishi mumkin. Muammo qachon chiqadi? Agar odam norasmiy ishlasa, daromadi yashirilsa yoki biror imtiyoz faqat ishlamaydigan pensionerlar uchun berilgan bo'lsa, shunda hujjatlarda nomuvofiqlik paydo bo'ladi. 4-guruh nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiyadan tashqari qo'shimcha ijtimoiy nafaqa oladigan odamlar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki turli to'lovlarning shartlari har xil. Masalan, oddiy yoshga doir pensiya bilan kam ta'minlanganlik asosidagi yordam bir xil narsa emas. Birida mehnat staji va yosh hisobga olinadi. Boshqasida oilaning daromadi, mulkiy yashash sharoiti tekshirilishi mumkin. Agar odam bitta to'lovni olayotgan bo'lsa va keyin daromadi oshsa, mulk olinsa yoki oila tarkibi o'zgarsa, bu to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Buni ham ba'zilar pensionerlarga taqiq deb talqin qiladi. Aslida esa to'lov shartlari tekshirilmoqda. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni o'z nomingizdagi karta yoki naqd shaklda qonuniy olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, bankdagi telefon raqamingiz o'zingizniki bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa, hech kim sizga 6 yoshdan oshdingiz, endi pensiya olmaysiz deb avtomatik taqiq qo'ya olmaydi. Davlat pensiyasi odamning qonuniy huquqi. Bu huquqni bekor qilish yoki to'xtatish uchun aniq sabab va tartib bo'lishi shart. Keling, bir nechta real hayotga yaqin misol bilan ko'ramiz. Birinchi misol. 12 yoshli ayolning pensiyasi 1 million 1 ming so'm. U har oy kartasidan pulni o'zi yechadi. Bankdagi raqami o'z nomida, ID kartasi yangi. U 15-oktyabrdan taqiq bo'larkan degan xabarni eshitib qo'rqdi. Bunday holatda unga vahima kerak emas. U faqat kartasining muddat tugamaganini, bank ilovasiga kirish imkonini, telefon raqami to'g'riligini tekshirsa bo'ldi. Ikkinchi misol. 7 yoshli Otaxon pensiyasi nabirasi kartadan yechib beradi. Otaxonning telefon raqami nabirasi nomida, karta pin kodi ham nabirada. Bankdan keladigan xabarlarni Otaxonning o'zi ko'rmaydi. Bu xavfli holat. Chunki ertaga karta bloklansa yoki pul yechilsa, isbotlash qiyinlashadi. Bunday holatda pensionerning o'zi bankka borib, telefon raqamini o'z nomiga yoki ishonchli vakil tartibida rasmiylashtirishi, kartani nazorat qilishi kerak. Uchinchi misol. 16 yoshli ayol chet elga farzandining oldiga ketgan. Pensiyasi esa O'zbekistondagi kartaga tushib turibdi. U 1 yil davomida kelmagan, bank kartasidan har oy boshqa odam pul yechgan. Bu holatda savollar paydo bo'lishi tabiiy. Davlat yoki bank shaxsni tasdiqlashni so'rashi mumkin. Bunda yechim bor. Konsullik orqali yoki vakolatli tartibda hujjatlarni tasdiqlash. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilot bilan bog'lanish. Vakilga ishonchnoma berish. 4-misol 64 yoshli erkak pensiya oladi va qo'shimcha ravishda taksida ishlaydi. Agar u qonuniy tarzda faoliyat yuritsa, daromadini belgilangan tartibda rasmiylashtirsa, bu uning oddiy pensiyasiga avtomatik taqiq degani emas. Lekin agar u boshqa turdagi ijtimoiy yordamni kam ta'minlanganlik asosida olayotgan bo'lsa, qo'shimcha daromad bu yordamga ta'sir qilishi mumkin. Farqni tushunish juda muhim. Endi men ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, taqiq bilan tekshiruv bir xil emas. Agar sizdan hujjat so'ralsa, bu hali sizga taqiq qo'yildi degani emas. Bank yoki davlat organi shaxsni aniqlashtirishi mumkin. Masalan, pasport almashtirilgan, lekin bank bazasida eski pasport qolgan bo'lishi mumkin. Shunda operatsiya vaqtincha to'xtashi mumkin. Buni hal qilish uchun bankka borib, yangi ID kartani ko'rsatish kifoya bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat,
karta bloklanishi pensiya bekor bo'ldi degani emas. Karta bu faqat pulni olish vositasi. Pensiya huquqi esa alohida masala. Agar karta muddati tugasa, yo'qolsa yoki xavfsizlik sabab bloklansa, yangi karta ochish mumkin. Shuning uchun kartam ishlamay qoldi. Demak, pensiyamni olib qo'yishdi deb darhol xulosa chiqarmaslik kerak. Avval bankdan sababini yozma yoki rasmiy tarzda aniqlash kerak. Uchinchi nozik jihat ishonchnomasi masalasi. Ko'p pensionerlar yosh katta bo'lgani uchun bankka, pensiya bo'limiga yoki boshqa idoralarga bora olmaydi. Bunday holatda farzandi yoki qarindoshi yordam berishi mumkin, lekin bu yordam rasmiy bo'lishi kerak. Oddiygina men onamning o'g'liman deyish har doim yetarli bo'lmaydi. Ayrim amallar uchun notarial ishonchnoma talab qilinadi. Masalan, karta ochish, hisob raqamini boshqarish, hujjat topshirish, ariza berish kabi ishlarda vakolat aniq yozilishi kerak. 4-nozik jihat firibgarlik. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga alohida ogohlantirish beraman. Hech qachon telefon orqali kelgan odamga karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodini, bank ilovasi parolini, PIN kodini aytmang. Hech bir rasmiy xodim sizdan SMS kod so'ramaydi. 10 oktyabrdan kartangiz bloklanadi, kodni ayting, biz ochib beramiz desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Pensiyangiz to'xtamasligi uchun anketa to'ldiring deb havola yuborsa, havolaga kirmang. Avval bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya jamg'armasining rasmiy kanaliga murojaat qiling. 5-nozik jihat. Qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim pensionerlar kommunal qarz, kredit, aliment, sud qarori yoki jarima sabab hisob raqamidan ushlab qolinishiga duch kelishi mumkin. Bu ham 6 yoshdan oshganlarga taqiq emas. Qarzdorlik bo'yicha alohida huquqiy jarayon, lekin pensiyadan ushlab qolishning ham chegaralari va tartibi bo'ladi. Agar sizdan haddan tashqari ko'p pul ushlab qolinayotgan bo'lsa, ijro byurosidan, bankdan yoki yuristdan rasmiy izoh oling. Har bir ushlab qolish qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. 6-nozik jihat tibbiy holat va muomala layoqati. Ba'zan yoshi katta odamning sog'lig'i yomonlashadi. U hujjatni tushunmay imzolashi firibgarlar ta'siriga tushishi mumkin. Bunday holatlarda oila juda ehtiyot bo'lishi kerak. Lekin 60 yoshdan oshgan odamning o'zi avtomatik ravishda muomala layoqatini yo'qotmaydi. U shartnoma tuzishi, mulk sotishi, bank amaliyotini bajarishi mumkin. Faqat sud yoki qonunda belgilangan tartib bo'lmasa, yoshning o'zi odamning huquqidan mahrumaydi. 7-nozik jihat imtiyozlar. Ba'zi imtiyozlar aynan pensionerlarga beriladi. Ba'zilari esa faqat ma'lum toifadagi pensionerlarga beriladi. Masalan, yoshga doir pensioner, nogironligi bo'lgan pensioner, urush qatnashchisi, yolg'iz keksalar. Kam ta'minlangan oiladagi keksalar turli tartibdagi imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin. Bir odamga tegishli imtiyoz boshqasiga avtomatik tegishli bo'lmaydi. Shuning uchun qo'shnim oldi. Men ham olishim kerak degan yondashuv har doim to'g'ri emas. Hujjat, toifa va shartlar tekshiriladi. 8-nozik jihat rasmiy sana. Agar xabarda aniq sana aytilsa, masalan, 10 oktyabr odamlar ko'proq ishonadi. Chunki sana gapni rasmiydek ko'rsatadi. Lekin sana borligi hujjat borligini anglatmaydi. Men har doim shuni maslahat beraman. Bunday xabarni ko'rsangiz, qaysi qaror, qaysi raqam, qaysi tashkilot, qaysi modda deb so'rang. Agar javob bo'lmasa, bu xabarni tarqatmang. Chunki asossiz xabar pensionerlarni qo'rqitadi, ularni shoshilinch qaror qabul qilishga majbur qiladi. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilyaptimi? Familiya, ism, tug'ilgan sana to'g'rimi? Bankdagi ma'lumotlaringiz shu hujjat bilan mos keladimi? Shularni ko'ring. Agar hujjat almashtirilgan bo'lsa, bankka borib yangilang. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin ko'p muammolar aynan eski ma'lumot sabab chiqadi. Ikkinchi qadam: bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta o'z nomingizdami? SMS xabarnoma qaysi telefon raqamiga ulangan? Bank ilovasiga kim kira oladi? PIN kodni kim biladi? Men tavsiya qilaman, pensionerning kartasidan foydalanadigan odamlar soni imkon qadar kam bo'lsin. Agar farzand yordam bersa ham, hammasi ochiq va nazoratli bo'lsin. Pensioner o'z pulining qayerga ketayotganini bilishi kerak. Uchinchi qadam: pensiya jamg'armasi yoki mahalliy mas'ul tashkilot bilan aloqani aniqlang. Agar pensiya kechiksa, kamayib qolsa, to'xtasa yoki tushunarsiz ushlab qolish bo'lsa, birinchi navbatda rasmiy murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing.
Arizada ism familiyangiz, JSHR, manzil, telefon raqam, muammo sanasi, pensiya miqdori, nima sababdan murojaat qilayotganingiz aniq yozilsin. Masalan, men falon sanadan beri pensiyam to'liq tushmayotganini aniqladim. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 4-qadam. Kerakli hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Agar vakil orqali ish qilinsa, notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik yoki boshqa imtiyoz bo'yicha to'lov bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, tegishli ma'lumotnomalar ham kerak bo'ladi. Har bir hujjatdan nusxa saqlab qo'ying. 5-qadam. Telefon orqali kelgan xabarlarga ishonmang. Agar kimdir men bankdanman, men pensiya bo'limidanman, sizga taqiq tushgan, tezda kodni ayting desa. Suhbatni to'xtating va rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Muhim farq bor. Ular sizga qo'ng'iroq qilganda siz ularning kimligini bilmaysiz. Lekin siz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qilsangiz, manbani o'zingiz tanlaysiz. Bu pensionerlar uchun eng oddiy va eng kuchli himoya. 6-qadam. Farzandlar va qarindoshlar pensioner yaqinlariga yordam bersin. Lekin ularning o'rniga hamma narsani yashirincha boshqarmasin. Men ko'p ko'rgan holat. Pensioner pulini kim yechayotganini bilmaydi. Karta qayerdaligini bilmaydi. SMS qayerga kelishini bilmaydi. Bu yaxshi emas. Ota-onangizga tushuntiring, har oy qancha pensiya tushdi, qancha yechildi, nimalarga sarflandi. Barchasi ravshan bo'lsin. Bu nafaqat moliyaviy xavfsizlik, balki oilaviy ishonch masalasi ham. 7-qadam. Agar haqiqatan ham rasmiy cheklov yoki tekshiruv bo'lsa, vahima qilmasdan sababini aniqlang. Masalan, pensiya vaqtincha to'xtatildi degan javob olsangiz, qaysi asos bilan, qaysi hujjatga ko'ra, muammoni bartaraf etish uchun qaysi hujjat kerak deb so'rang. Har bir idora sizga tushunarli javob berishi kerak. Javob og'zaki bo'lsa ham imkon qadar yozma javob so'rang. 8-qadam. Qarzdorlik masalasini tekshiring. Agar pensiyadan pul ushlab qolinayotgan bo'lsa, bankdan hisobvaraq harakatlari bo'yicha ma'lumot oling. Ijro hujjati bo'lsa, qaysi tashkilot, qaysi ish raqami, qancha summa, qancha ushlab qolinganini aniqlang. Ba'zan odam yillar oldingi jarima yoki kredit qoldig'ini unutgan bo'ladi. Lekin unutish qarzni yo'q qilmaydi. Shu bilan birga noqonuniy ushlab qolish bo'lsa, shikoyat qilish huquqingiz bor. 9-qadam. Internetdagi xabarni tekshirish odatini shakllantiring. Xabarni ko'rdingizmi? Darhol boshqalarga yubormang. Avval rasmiy saytlar, davlat organlarining tasdiqlangan sahifalari, bankning rasmiy kanallari, qonunchilik bazasini tekshiring. Agar o'zingiz tushunmasangiz, farzandingizdan, yuristdan yoki mahalla mas'ulidan so'rang. Asossiz xabarni tarqatish boshqalarning ham tinchini buzadi. 10-qadam. Pensionerning huquqini bilib qo'ying. Pensiya bu sadaqa emas, bu qonuniy huquq. Odam yillar davomida ishlagan, staj to'plagan, badal va soliq tizimida qatnashgan. Shuning uchun belgilangan tartibda pensiya oladi. Hech kim qo'rqitish, aldash yoki tushunarsiz gap bilan pensionerni o'z huquqidan voz kechishga majbur qila olmaydi. Agar sizga bosim bo'lsa, rasmiy murojaat qiling. Kerak bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham murojaat qiling. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, 17 oktyabrdan 6 yoshdan oshgan barcha pensionerlarga umumiy va avtomatik taqiq qo'yiladi degan gapga darhol ishonish kerak emas. Har bir xabar rasmiy hujjat bilan tekshirilishi kerak. Haqiqiy muammolar ko'pincha karta ma'lumotlari, hujjatlarning eskirishi, ishonchnomasiz vakillik, chet elda uzoq bo'lish, qarzdorlik, shubhali bank operatsiyalari yoki firibgarlik bilan bog'liq bo'ladi. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Bank ma'lumotlaringizni yangilang. Kartangizni begonalarga bermang. SMS kodni hech kimga aytmang. Pensiyangiz bo'yicha tushunarsiz holat bo'lsa, yozma murojaat qiling. Shunda vahimali xabarlardan qo'rqmaysiz, huquqingizni himoya qila olasiz va yaqinlaringizni ham asraysiz. Sizningcha pensionerlar uchun eng katta muammo nima? Bank kartalari bilan bog'liq xavfsizlikmi? Hujjatbozlikmi yoki noto'g'ri tarqalayotgan xabarlarmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu yerda oddiy odamlar tushunadigan tilda pensiya, nafaqa, imtiyoz va huquqiy masalalarni tushuntirishda davom etaman.